Assalomu alaykum saboqdoshlar, hammang salomat yaxshi turibsizlar. Bugun sizlar bilan bir xo'sh xabarni o'rtoqlashib o'tmoqchi. Ekranda ko'rib turayotganinglardek, Google shirkatining tarjima mulozimati supasiga tunugun, ya'ni 2020-yili 2-oyning 26-kuni Uyg'ur tilimiz qo'shilgan bo'ldi. Bu biz Uyg'urlar uchun, bo'lib til o'rganayotgan barliq qarindoshlarimiz uchun intayin muhim va xushallanarli bir ish. Chunki shu tarjima mulozimati orqali biz dunyodagi nurg'un tillarni o'zimizning tiliga tarjima qila olamiz va Uyg'ur tilimiz orqali, mushaga Uyg'urcha yozish orqali Uyg'urchadan dunyodagi nurg'un tillarga tarjima qila olamiz. Ya'ni boshqa tillardan Uyg'urchaga tarjima qila olamiz va Uyg'urchadan boshqa tillarga tarjima qila olamiz. Hamda biz shu tarjima mulozimati orqali faqatla so'zli bo'lmasdan jumlalarni uzun jumlalarni abzas tekstlarni tarjima qila olamiz saboqdoshlar. Chunki bu tarjima mulozimatida sun'iy idrok degan bu texnikalar ishlatilganligi uchun kitob shaklidagi lug'atlarga o'xshash faqatla so'zlarni tarjima qilmasdan shunday uzun jumlalarni tarjima qila oladi. Men bir qancha uzun jumlalarni tarjima qilib qildim. Buning tarjimani to'g'ri qilish nisbati intayin yuqori ekan saboqdoshlar. Hozirgidek mana ko'rib turayotganinglardek "Welcome to Uyghur language" deb yozganimizda Uyg'ur tiliga xush kelibsiz deb shunday chiroyli tarjima qilib chiqarib beryapti. Shuningga o'xshash qandaqlar so'z bo'lsa saboqdoshlar, bo'yicha tarjima qilsak, mana book deb yozsak kitob deb chiqarib berdi. Pen deb yozsak qalam, yana qaysi tilni bilsak yoki shu tildan biror so'zni tushunmoqchi bo'lsak, shuni yozib Uyg'urchaga tarjima qilsak bo'ladi yoki Uyg'urchadan boshqa tillarga tarjima qilsak bo'ladi. Turkcha qarab boqaylik. Mana ben deb yozsak, men deb chiqaradi saboqdoshlar. Siz kitap okumakni kitap o'qing deb tarjima qildi. O'qiyyorum deyli. Men kitap o'qiyapman deb mana to'g'ri tarjima qilyapti. Bo'yicha foydalanib qolsak bo'ladi saboqdoshlar. Undan keyin Uyg'urchani boshqa tillarga tarjima qilmoqchi bo'lsak, bu yerdan almashtiramiz. Men deb yozsak, ben deb chiqaryapti. Siz deyli. Siz men maktabga boriman. Okula gidiyorum deb chiqadi. İngilizce qarab boqaylik. I am going to school deb to'g'ri tarjima qilyapti. Men Uyg'ur deyli. I am Uyghur deb chiqadi mana. Men Sharqiy Turkistonlik. I am from East Turkestan deb bu bo'yicha chiqargan bo'ldi. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. I like to read books dedi. Shunga o'xshash saboqdoshlar, tarjima qiladigan so'z bo'lamdi yoki jumla bo'lamdi, tekst bo'lamdi. Nurg'unlagan tillarni shundoq Uyg'urcha bilan almashtirib tarjima qila olasizlar. Agar burun Google tarjimonini ishlatib boqmaganlar bo'lib qolsa, agar shundoq torlarda uzun maqola bo'lamdi, uzun tekstlar bo'lamdi, shundoqlar bo'lib qolsa saboqdoshlar, shuni tarjima qilmoqchi bo'lib qolsak, ularni ayrim bu yerga yozishning hojati yo'q, faqat shularni ko'chirilib, bu yerga chaplab qo'ysak, o'sha bo'yicha tarjimasini qilib ko'rsatib berdi. Men hozir buni telefon orqali ko'rsatyapman. Bilganinglardek buni telefon bo'lsin yoki kompyuter bo'lsin, hamma yerda o'xshash ishlaydi. Shu bo'yicha yaxshi bir shaklda foydalanib olsanglar bo'ladi. Hammalarning o'rganishining muvaffaqiyatli, g'alabalik bo'lishiga tilakdoshman. Yana bir qatim ko'rishguncha hammalar salomat bo'linglar. Allohga emanet.